Mustaqillik davlat bizda juda kuchli haykaltaroshlar, bizda juda iqtidorli haykaltaroshlar, ustozlar borda. Mana shu sohaning yetuk vakillari. Bulardan biri o'sha rahmatli Ravshan Mirtojiyev. Joylari jannatda bo'lsin. Bu inson o'zbek haykaltaroshligida ancha-muncha ishlarni qilgan va kerak bo'lsa o'sha O'zbekiston degan nomni haykaltaroshlik bilan tanitganlar. O'sha haykaltaroshlik maktabini o'sha eng darg'alaridan biri. Ravshan Mirtojiyev deganda o'sha mana Navoiyni haykallari bilan taniymiz-da. O'sha mashhur haykal hammasi shu kishiniki-da. Xuddi shunaqa. Dunyoning 5 ta davlatida adashmasam Navoiyning haykallari bor. Hammasini Moskvada, Ozarbayjon Bokuda bor. Tokioda bor, Washingtonda bor. Bor. Yevropada ham bor, adashmasam. Rigada men adashmasam, Rigadan qaysidir Ozarbayjonda, yo'q, G'arbiy Yevropada ham bormi? Germaniyada ham o'sha 5 ta haykallarning muallifi. Eng anaqa Navoiyni, mana Navoiyni asarini o'qiganimizda mana Kamoliddin Bekzod adashmasam o'sha chizgan. Ravshan akaning ijodida Navoiy birinchi o'rinda turadi. Ravshan akachalik Navoiyni talqin qilgan haykaltaroshlar kam. Ishonasizda o'sha ulug'vorlik, o'sha turk dunyosining o'sha ulug' yozuvchiligini, mutafakkirligiga ishonasiz. Yuzidan, obrazidan. Artur, viloyat markazlarida ham Navoiyning haykallari bor. Shu kishi Ravshan akanikimi? Ular ham yo'q, Ravshan akaniki emas. Masalan, biz Guliston shahrida ham bor Navoiyning haykallari. Yo'q, ularniki emas, Ravshan akaniki. Demak, bari shogirdlari qilishgandir-da. Shunday. Bitta narsa hozir Navoiy haqida aytib o'tdingiz, Ixtiyor aka. Bitta narsa esimga tushib ketdi. Ravshan aka bilan bog'liq. 2004-yilda menimcha Yaponiyaning Saku universitetida ochilish bo'ladi. O'sha ochilish munosabati bilan o'sha turkiy dunyodan kelgan xalqlarni, ya'ni mutafakkir, o'sha yozuvchilari, umuman butun dunyodan deylik, bog'i tashkil qilinadi. O'sha yerda Navoiyning haykali Saku universitetining o'sha nimasiga, foyesiga o'rnatilishi kerak bo'ladi. O'sha yerdagi endi u yoqda o'sha Ravshan Mirtojiyevga buyurtma berishadi. Va fayni balandligini hisoblashmaydi. Fayni balandligini hisoblashmaydi. Chamasiga 3 yo 2 metr deb aytib yuborishadi. Haykal bitadi. O'sha O'zbekiston delegatsiyasi ichida yasash kerak edi-da. Shunday. Endi hech kim o'lchamagan, bilishmaydi-yu. Keyin haykal bitgan. Ravshan Mirtojiyev bilan o'sha delegatsiya a'zosi sifatida borishgan. Delegatsiya a'zolaridan o'sha Erkin Vohidov, Abdulla Aripovlar delegatsiyada bo'lganlar va olib borishgan. Xullas, olib borishsa haykal boyagi joyga kirmaganda, sig'maganda. Keyin nima qilishadi? Boyagi yaponlar xijolat tortib, endi shunday nima qilamiz deb talvasaga tushib qolishadi. Endi shunday hovliga olib chiqib qo'yishga boshqa iloj yo'q. Chunki fayga sig'magandan keyin haykalni qayerda qo'ya oladi? Hovlisida qo'yishadigan bo'ladi. Keyin xunob bo'lib, xijolat bo'lib, endi nima bo'ladi? Shunda ulug' Navoiy, sharq mutafakkiri ko'chada turadimi, qor yomg'irda turadimi deyishganda, endi Ravshan aka keyin aytishgan tarjimonga, xavotir olmanglar. Navoiyda sallasi bor deyishgan. Salla hech narsa bo'lmaydi degan. Ajoyib. Buni keyinchalik o'sha buni kuzatib turgan o'sha Abdulla Aripov aytib berishgan. Shunaqa inson edi Ravshan Mirtojiyev, o'ziga haykal qo'yib ketdi degandilar. Arturbek, endi mana shu haykallarni qarayapsiz, qanday mahobatli-da, mana ozodlik